Demak, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda jigar to'qimasida metabolit va kislorodlarni zararlantirish mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, jigar eng katta bez organizmdagi va bu yerda bir qancha moddalarimiz, kislorodlarimiz, zararli moddalarimiz va metabolitlarimiz ham zararlanadi. Demak, bu moddalar qayerdan keladi degan savolga javob berib olsak, birinchi demak o'pkalar orqali, toksinlarimiz demak o'pkalar orqali, teri orqali, oshqozon ichak trakti orqali jigarga yetib keladi. Endi jigarda ikki bosqichda zararlanib, yana demak zararsizlangan mahsulotlarimiz o'pkalar, yo'g'on ichak orqali, teri orqali va buyraklar orqali tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Demak, toksinlar yoki kislorodlarning zararsizlanishi ikki bosqichda. Birinchi bosqichda demak toksinlarning parchalanishi yoki gidrofob holatdan gidrofil holatga o'tishi. Ikkinchi bosqichda demak shu moddalarni neytralizatsiyalanishi bu konyugatlar yordamida amalga oshadi. Birinchi bosqichda mikrosomal oksidlanish, ikkinchi bosqichda konyugatsiyalanish bosqichi deb ataymiz. Endi hosil bo'lgan konyugatlangan kislorod yoki metabolitlarimiz jigardan o't pufagi orqali, o't yo'llari orqali o't pufagiga, undan demak ichak tizimiga o'tib turib, yo'g'on ichak orqali tashqi muhitga chiqib ketadi. Bir qismi qonga so'rilgandan keyin demak buyraklarga tushib, buyraklarda siydik bilan birgalikda tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Endi toksinlar va kislorodlarning manbalari ekzogen va endogen bo'lishi mumkin ekan. Ekzogenda bu oziq-ovqat bilan birga tushadigan qo'shimcha va oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari, toksinlar, mikroorganizmlar va ishga, ya'ni kasbga bog'liq jarayondagi zaharlanishlar. Endogenga metabolizmi oxirgi mahsulotlari kiradi. Ular ham ikki xil bo'lar ekan, normal va patologik. Normal endogen manbalar bular mochevina, sidik kislotasi, bilirubin normada hosil bo'lishi kerak bo'lgan. Lekin normada hosil bo'lmasligi kerak bo'lgan patologik kislorod va toksin manbalariga atsetat va chumoli kislotalarni misol qilishimiz mumkin. Endi zararli moddalarni jigarda zararlantirishni o'ziga xos ikki bosqichi. Birinchi bosqichni boya aytib o'tdik, bu mikrosomal oksidlanish deyiladi. Asosan endoplazmatik to'rda bo'ladi. Reaksiyalarni demak oksidazalar va gidroksilazalar katalizlaydi. Koferment sifatida demak stafron P450, B5, kim va vitaminlar hisoblanadi. Endi kislorodlarning birinchi bosqichda zararlanishiga misol keltirilgan. Mana gidroksillanish. Mana RH ni bitta kislorod degan bo'lsak, gidroksillanish hisobiga bu gidrofil holatga o'tdi. Yoki sulfokislena jarayonlari, sulfoksidlanish, ya'ni oltin gurt saqlovchi kislorodiklarimizga demak kislorodni birikish hisobiga birinchi bosqichda demak gidrofobdan gidrofil holatga o'tish. Oksidlanishli dezamillanish hisobiga, ya'ni o'sha kislorodni birikish hisobiga aminoga urug' tutuvchi kislorodlarimizdan ammoniakni ajratib chiqarishimiz. Keyin ammoniyagimiz o'zi yana bitta jigarning asosiy funksiyasi mochevina biosintezda zararlanadi. Dezalkirillash bu azot asoslari, kislorod yoki oltin gurt hisobiga va epoksidlash hisobiga demak birinchi bosqichda asosan shu 5 xil holatda biz demak kislorodlarni gidrofob holatdan gidrofil holatga o'tkazamiz. Ikkinchi bosqichda zaharli moddalarni zararlantirishning ikkinchi bosqichi demak jigarda endoplazmatik to'r fermentlari yordamida amalga oshadi. Konyugatlardan foydalanamiz. Bu jarayonni konyugatsiyalash jarayoni deb ataladi. Demak glyukuron kislota, sulfat kislota unumlari, glutation, asetillanish, aminokislotalarni biriktirish demak jigar endoplazmatik to'rida demak fermentlar yordamida amalga oshadi. Bu konyugatsiyalanish, ya'ni kislorodlarning zararlanishining ikkinchi bosqichi konyugatsiyalanish hisoblanadi.
Xo'p, fermentlarimiz mana konjugatsiyalanish jarayonida ishtirok etuvchi glutation transferaza metabolit sifatida glutationdan foydalanamiz. UDF glukaronat transferaza demak aktivni formasi UDF glukaronat bo'ladi. Sulfa transferaza aktivni formasi demak fosfodinazil fosfosulfat bo'ladi. Bu konjugatlarimiz asetil transferaza demak metabolit asetat aktivni formasi asetil K holatda bo'ladi. Yoki metil transferaza asosiy konjugatimiz metil, aktiv formasi esa adenazil metanin hisoblanadi. Xo'p, mana sitoplazmatik sulfat transferazalari yordamida demak 3 fosfodinazin 5 fosfosulfatning sulfat kislota qoldig'i, fenollar, spidlar, aminokislotalarning zararsizlanishi. Mana kinobiotikimiz fosfodinazin fosfosulfatimiz birikkanda demak aktiv holatda fosfodinazin fosfosulfat va konjugatlangan kinobiotik hosil bo'ladi. Yoki mana metabolitimiz UDF glukaronat bilan birikish hisobiga glukaronatli metabolit hosil bo'lyapti va UDF hosil bo'lyapti. Endi kinobiotiklarimiz normal metabolitlar, dori vositalari zararsizlantirishda glutation transferazalar ham asosiy rol o'ynaydi. Ular barcha to'qimalarda uchraydi va me'yoriy metabolitlar, ya'ni steroid gormonlar, prostaglandinlar, bilirubin, o't kislotalari va yog'larning peroksidlanishidan hosil bo'luvchi moddalarni zararsizlantirishda qatnashadi. Bu demak asosan endogen normal holatdagi demak kinobiotiklarni zararsizlantirish jarayonida biz glutation transferazalardan foydalanar ekanmiz. Endi glutationni substrat bilan konjugatsiyalanishi hisobiga demak mana hosil bo'lyapti glutation metabolit yoki o'sha gormon bo'lishi mumkin, bilirubin bo'lishi mumkin. Bu nukleofil almashinish hisobiga ham sodir bo'ladi yoki organik peroksidlarning spirtlargacha qaytarilishi hisobiga ham bizada demak mana glutation ishtirok etadi. Metabolitlarimiz demak konjugatlangan hisoblanadi. Bu yerda ham mana konjugatlanish bo'ldi. Bu yoqda ham konjugatlanish jarayonlari sodir bo'ldi. Endi zaharli moddalarni zararsizlantirish organizmda oshqozon ichak traktida ichaklarda hosil bo'lgan ba'zi bir zaharli moddalarimiz. Bular jigarda demak indol gidroksilaza ferment ta'sirida indoksil hosil qiladi. Indoksil mana gidrofil holatga o'tdi. Endi buni birinchi bosqichda indoksil hosil bo'ldi, ikkinchi bosqichda UDF glukaronat bilan reaksiyaga kirishib, ferment UDF glukaronat transferaza hosil bo'ladi. Indoksil glukaronat hosil bo'ladi. Bu endi organizmdan bemalol chiqa oladi. Yoki benzolimiz gidroksilaza ta'sirida fenolga aylandi mana. Fenolimiz FAVS bilan reaksiyaga kirishadi. Demak fosfodinazil fosfosulfat transferaza ferment ta'sirida fenil sernoy kislota hosil bo'ladi. Bu ham organizmdan bemalol chiqa oladi. Yoki nitrobenzolimiz reduktaza ta'sirida demak anilin hosil qiladi. Asetil K bilan reaksiyaga kirishadi. Asetil K transferaza ferment ta'sirida asetinilit hosil bo'ladi. Demak bu hosil bo'lgan konjugat bilan birikkan metabolitlarimiz organizmdan bemalol chiqa oladi. Konjugatsiya jarayonlarini asetil transferaza ishtirokida kechishi. Demak, bunda asetil qoldig'ini azot guruhiga ko'chirilishi kuzatiladi. Sulfanilamidlar tarkibida bo'lishi mumkin. Membrana va sitoplazmada joylashgan metil transferazalar, ya'ni S-adenazin metanin ishtirokida kinobiotiklarimiz, amino guruh tutuvchi, oltin guruh tutuvchi demak kinobiotiklarimizni amino guruhlari, oltin guruhlari bilan birikkan holatda organizmdan olib chiqib ketish xususiyatiga ega. Endi ba'zi bir biologik faol moddalarni zararsizlantirish misollari keltiramiz. Bu gistamin, gistidin aminokislotasining dekarboksidlanishi hisobiga hosil bo'ladigan modda. Buni zararsizlantirish uchun biz S-adenazin metanindan foydalanamiz. Ferment metil transferaza hisoblanadi. S-adenazin gamma sistein va metil gistamin hosil bo'ladi. Endi metil gistamin bu zararsiz hisoblanadi organizm uchun.
yoki dori vositalarida aspirinni zararlantirish, asetilsalitsilliy kislotamiz, demak mana suv ishtirokida salitsilliy kislotaga aylanyapti. Ana undan keyin fosfodinazil fosfosulfat bilan Faust bilan reaksiya kirish hisobiga salitsil osulfat hosil bo'lyapti. Yoki bu salitsilliy kislotamiz bir vaqtda demak 3 xil konyugat bilan birga olar ekan. Glitserin bilan birikkanda salitsil glitsin holatda organizmdan chiqib ketyapti. UDF glukoronat bilan birikkanda esa salitsil glukoronit hosil qilib organizmdan chiqib ketyapti. Yoki mana fenobarbital dori vositamiz birinchi bosqichda demak mikrosomal oksidalanishda oksifenobarbitalga aylanyapti. Demak undan keyin konyugatsiyalanishda UDF glukoronat bilan birikadi. UDF glukoronil transferaza hisobiga bizada oksifenobarbital glukoroniti hosil bo'ladi. Bu organizm uchun zararsiz, organizmdan bemalol chiqib keta olish xususiyatiga ega. Endi gidrofob moddalarning ekskretsiyasida P-glikoprotein ya'ni aktiv transport hisobiga, faza hisobiga demak gidrofob moddalarimiz mana shu oqsil bilan birgalikda organizmdan yoki hujayradan chiqib ketishi mumkin. P-glikoproteinimiz barcha to'qimalarning membranalarida joylashgan bo'ladi. Ko'proq o'sha buyrak va ichak to'qimalarida bo'ladi. 1280 ta aminokislota qoldig'idan tashkil topgan. Buniki transmembrana domellari va ikkita ATF bog'lovchi markazlari mavjud. Uning asosiy vazifasi xlor va gidrofob toksik moddalarni hujayradan chiqarish bo'ladi. Jumladan o'smaga qarshi dori vositalarini hujayraga kirgandan so'ng P-glikoprotein va energiya hisobiga chiqariladi. Bu ham demak muhim ahamiyatga kasb etar ekan. Xlor va gidrofob moddalarini chiqarib yuborishda. Bundan tashqari mana oxirgi vaqtda juda ko'p tarqalgan demak rak kasalliklarini davolash uchun qo'llanilgan dori vositalarimiz, kimyoterapiya deymiz, shu terapiyadan hosil bo'lgan kisenobiotik va zararli moddalar mana shu P-glikoprotein yordamida va energiya sarfi hisobiga hujayradan tashqariga chiqarib yuborilar ekan. Mana shuni jarayoni ATF energiyasi hisobiga bo'ladi. Bleomitsin, doksorubitsin, etopazid, pakilitaksel kabi dori vositalarimiz ATF energiyasi hisobiga P-glikoprotein yordamida demak hujayradan chiqarib yuborilar ekan. Demak, jigarda bo'ladigan zararsizlanishni ko'rsatuvchi sinamamiz bor. Bu Quick sinamasi yoki Quick test deydi inglizchasiga. Bu benzokislotani kiritish hisobiga va glitsin. Bu glitsin aminokislotamiz benzoy bilan reaksiya kirish hisobiga giproviy kislota hosil qiladi. Ya'ni 6 mg benzoat kislota berilganda 4 soat davomida sidik kislotasi yig'iladi va sidik tarkibidagi giperkislota miqdori aniqlanadi. Organizmdagi shu benzoat yoki benzoat kislotamiz demak glitsin bilan birikish hisobiga giproviy kislota hosil qiladi. Eslangda bo'lsa, glitsin ham biz konyugatsiyalanishda aminokislotalardan foydalangandik. Demak 4,5 gram atrofida giperkislota aniqlansa norma 4,5 dan ko'proq. Ya'ni ko'p qismi chiqib ketyapti glitsin bilan birikib degan xulosa keladi. 3 gramdan kamroq giperkislota aniqlasa bu patologiya. Demak jigar kisenobiotikni zararsizlantira olmayapti degan xulosaga kelishimiz mumkin bo'ladi. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzuimiz shulardan iborat edi. Bu to'g'risida yana ham ko'proq ma'lumot berishimiz mumkin internetlar orqali yoki o'sha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar jarayonida.